Hammaga salom. Bugun biza eng katta ko'rgazmalardan bittasi karton va qog'ozga tegishli bo'ladigan ko'rgazmaga keldik. Ko'rib turibsizlar, odam juda ko'p. Bugun ko'rgazmada 6 ta ko'rgazma bo'lyapti bitta joyda. Bu degani hamma pavilyonda odam bor. Shuning uchun biz sizlarga harakat qilamiz zo'r narsalarni ko'rsatishga va yangiliklarni ko'rsatishga. Shuning uchun kuzatinglar, ketdik. Do'stlar, hozir bitta zavodga keldik. Printerlar chiqarar ekan. Bu zavod Shanxayda o'zida joylashgan ekan. Ko'rib turgan narsalarni mana printerda chiqartirdi. Hozir yana qilib qo'yishadi. Bu dekoratsiyaga ekan. Birinchi printer qo'yib, keyin orqasidan laminaturalar ekan. Bundan tashqari bu zavod telefonlarga mana bunaqa rasmlarni printer qilar ekan. Narxi 1 sent dedi. Print nima qilishi ko'rib turibsizlar, mana bu pomadaga bo'lgan narsalarni ham print qilar ekan. Undan tashqari mana kechqurun yonadigan, bizga yoqqan narsasi sumkalarga print qilib beramiz deyapti. Bu ham juda arzon, lekin shu 5 yuan, 3 yuan atrofida bo'ladi deyapti. Nima shakli va razmeriga qarab. Zo'r zavod ekan, Shanxayda joylashgan ekan, eng zo'ri, boshqa shaharga borib o'tirish kerak emas. Hamma narsa UV printer ekan. Hozir kontaktlarini olamiz, bazaga qo'shib qo'yamiz. Do'stlar, hozir biz mana bu kartonga print qiladigan mashinani topdik. Mashina 150 mingdan 200 ming dollar atrofida turar ekan. Hozir bizga print ko'rsatyapti. Mana bu karton kirib ketadi, ko'ryapsizlar. Tagidan, orqasidan esa endi yon tomondan mana bunaqa tayyor holatda chiqib keladi. Xohlagan rasminglar, xohlagan logoinglar, xohlagan narsalarni print qilib beradi. 1 daqiqada 60 ta shunaqa chiqarib berar ekan. Hamma rasm nimalari bor. Bu kompaniya Yaponiya bilan birlashgan ekan. Shuning uchun zo'r. 20 yildan beri yaponlar bilan birlashgan ekan. Shuning uchun zo'r kompaniya. Mana bunaqa pizza bokslarni ustiga ko'ryapsizlarmi? Xohlaganinglar yoki mana bunaqa sutga masalan yoki tuxumga zo'r ekan. Bular nima shaklini qilmasdan faqat print qilar ekan, lekin printni ham yoyib yuborar ekan. Zo'r. Bundan tashqari mana bunaqa katta kartonga ham ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa katta uskunalari bor, chiqazib beradi. Hozir mana bu yerdan chiqdi. Bu issiq tarqatyapti. Ko'rib turibsizlar. Menimcha mana chiqyapti bittasi. Xohlagan rasminglar, xohlagan rangda chiqazib beradi. Bu katta karton, mana bu katta televizor yoki xolodilniklarga bo'lgan kartonlarni ustiga rasm, logolarni yoki QR kodlar bo'lsa, shuni chiqarib beradi. Orqadan chiqyapti, bu polniy sikl deyiladi. Oddiy karton qo'yiladi, karton ustiga qo'yilib chiqib beriladi. Zo'r uskuna ekan. Bazaga qo'shib qo'yamiz bularni ham. Do'stlar, hozir bitta zo'r mashinani topdik. Yangi mashina ekan, hali dunyoda yo'q, faqat Xitoyda. Kartonda oladi, oddiy karton ko'ryapsizlar. Mana bu tomoniga print qo'yiladi, mashinaga qo'yiladi. Bu yangi mashina, UV printer bor va bu suvda print qiladigan, kraskasi suv bilan bog'liq. Mashina ko'rib turibsizlar, daryoda print qilyapti. Suv aralashgan. Keyin mana bu mashina orqali o'tadi. Bu mashina suv tarqatyapti, yoniga kelsangiz suvni sezasizlar. Keyin o'sha kraskani qotiradi va mana bunaqa shaklda keladi. Xohlagan narsalarni print qilsa bo'lar ekan, xohlagan rangda. Nimasi afzal? Narxi. UV printer 150 ming dollar atrofida turadi, kattasi. Bu mashina 70 ming dollar turar ekan. Hammasi. Mana bu qotiradigani, keyin printerni o'zi. Va kraskasi UV printerga qaraganda ancha arzon turar ekan. Hamma jihatdan, iqtisod jihatdan bu mashina yutib chiqyapti va hozir Shanxayda, Xitoyda faqat bitta, dunyoda bitta ekan. Yangi mashina ekan. Shuning uchun aloqaga chiqsanglar, bazaga kiritib qo'yamiz. Do'stlar, mana ko'rgazmada odamlarni jalb qilish uchun kartondan Eiffel minorasini qilib qo'ygan. Bu tomonda esa mana Dubayda mana bu mehmonxonasi bu yoqda. Zo'r qilibdi, chiroyli. Gap yo'q, bu yerda mana kartondan har xil shakl chiqarar ekan. Ko'rib turibsizlar. Zo'r ekan.
daryoda hayvonlarni qilib qo'yibdi. Chiqarib ustiga kraska qo'yib olsa, menimcha zo'r sotsa bo'lsa kerak. Narxlarini so'rab bazaga tiqib qo'yamiz. Bunaqa paketlar chiqaradigan uskuna topdik, ko'rib turibsizlar. Hammasi har xil kartondan qilingan, zo'r ekan. Ishlab chiqarish narxi 1 yuanga ham bormaydi deyapti. Bu 0.13 sentlar atrofida. Mana bu yerda mashinani o'zi turibdi, ko'ribsizlar. Juda uzun. Mana bu yerda tayyor olib keladi, mana bunaqa kartonda. Ko'rib turibsizlarmi mana? Tayyor olib kelinadi, printer qilingan. Keyin mana uskuna ishlashni boshladi. 1 soatda 6000 ta chiqarar ekan. Mana bunaqa tayyor holatda keladi. Endi mana bu iplarini keyin alohida qo'yiladi. Oxirida masalan mashina chiqargandan keyin mana ko'rib turibsizlar. Liniya bo'yicha keladi mana shunaqa. Hozir ichida yo'q. Endi ko'rgazmaga qo'yib qo'ygan. Mana ko'rsatyapti bizga hozir qanaqa qilinganini. Ketyapti mana. Juda zo'r ekan, 1 soatda 6000 ta chiqarar ekan. Xitoyda juda populyarniy narsa, mehmonlar kelganda, delegatsiyalar kelganda tayyor qilib mana shunday holatda sovg'alarini beradi. Toshkentga ham olib kelsa, menimcha zo'r, mana tayyor holatda mana. Uskuna 1.160 necha ming yuan dedi. Bu dollarda 160 ming dollarlar chamasi bo'lar ekan. Zo'r uskuna ekan. Mana shunaqa paketda chiqarishgan. Biza modaga kiryapti mana bunaqa kartonli korobka, bokslar deyiladi. Juda qattiq, zo'r ekan. Ko'ryapsizlar, mana o'rislarga qilib bergan ekan. Orqamda turgan mashina mana ko'rib turibsizlar. Buklab tayyor kartonni chiqazib beradi. Mashina, uskuna 40 ming dollarlar chamasida turar ekan. 1 soatda nechta chiqaradi? Bir daqiqada 40 ta chiqarar ekan. Zo'r ekan. Shaklini ham o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu kichkinasi, mana bu kattasi, mana ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari mana bu kichkina meva, nimalarga, olma, polma, qulupnay, xohlagan narsa. Zo'r ekan, mashina yoqdi. Mana bu yerda tayyor karton qo'yiladi. Mana bunaqa shaklda. Shapqilatib chiqaveradi. Bazaga qo'shib qo'yamiz, zo'r mashina ekan. Oyoq kiyimlarga ham chiqazar ekan. Zo'r. Zo'r nimaga keldik? Mana ko'ryapsizlar. Ovqat uchun bir martalik idishlar. Bu kichkinasi, lekin har xil shaklda qilib berar ekan. Va tez qiladigan mashina ekan. Bu mana bu mashina ko'rib turibsizlar. Mana bunaqasi chiqib keladi. Mana bu yerda materiali, tayyor material mana bunaqa holatda bo'ladi. Buni qirqib mana bunaqa shaklda olib keladi. Olib kelgandan keyin mashinaga qo'yiladi. Mashina keyin programma orqali berilasizlar, nechta kerak bo'lsa. Bu lekin tez dedi, 1 soatda nechta dedi? Ko'p. Xullas bunaqa chiqib kelar ekanda, mana bu yerga paqlanar ekan, keyin qo'yilib upakovka qilinadi. Bundan tashqari bular nima deydi? Krushka, ovqat yeydigan bokslar, ishqilib bir martalik nima bo'lsa, hammasini chiqazar ekan. Uskunaning narxi 60 ming dollar ekan. Nimaga? Krushkaga, stakanga esa 30 ming dollar ekan. Boshdan uskuna narxi. Jami 2 tani olaman desanglar, skidka qilib beramiz dedi. Bundan tashqari arzon varianti bor ekan, sekinroq ishlaydi dedi. Bu eng tez ishlaydigani ekan. Mana tayyor holatda chiqib yotdi hozir.
krujka va mana bunaqa ko'rib turibsizlar KFC'larga chiqazadigan bir martalik idishlarni topdik. Bu yerda hozir krujkani chiqazyapti. Ko'ryapsizlar qanaqa tez ishlayapti. Har xil shaklda nafaqat krujka mana bunaqa idishlar ko'ryapsizlarmi? Har xil shaklda. Chunki mashinasi har xiliga mana katalogini berdi bizga. Bu yerda hozir krujkalarni chiqaryapti, tapillatib. Tan krujka keyin mana bu yerga keladi va yotiladi. Uskunani narxi $200,000 deyapti. Lekin bu eng tezi, eng zo'r ekan. Undan arzoni bor deyapti, kichkinarog'i va sekinroq ishlaydigani. Bazaga qo'shib qo'yamiz, zo'r narsa ekan. Eng katta kompaniyalar bilan birlashishar ekan bu. Shunisi zo'r ekan. Do'stlar, hozir yana bitta qadoqlashga keldik. Ko'rib turibsizlar, mana bunaqa burgerlarga, kartoshka frilarga va kichkina narsalarga ko'rib turibsizlar. Mana shuni hammasini bitta mashina chiqarar ekan. Uskuna. Mana bu uskuna. Narxi ham zo'r ekan. Mana shu turishi $22,000 deyapti. Ko'rib turibsizlar, bu tayyor narsasi. Mana bu yerda qo'yiladi tayyor karton. Mana ko'rib turibsizlar. Masalan, mana bunaqa tayyor holatda olib keladi. Olib kelgandan keyin mana shundoq kelib qadoqlab chiqarib beraveradi. Va keyin tayyor holatda buklab chiqarib beradi. 1 daqiqada 200 ta chiqarar ekan bu mashinasi. Bundan tashqari bundan ham tezrog'i bor ekan, bu sal qimmatroq. Lekin mana shu uskuna $20,000 deyapti. Talashsa undan ham arzon qilib beradi. Xullas zo'r ekan. Undan tashqari bular alyuminium idish tovoqlar ham chiqarar ekan. Ko'rib turibsizlar mana bunaqa. Va mana bunaqa idishlar ham. Rasmlarni endi qilmaydi, bular faqat qadoqlash qiladi. Lekin bizga yoqqan narsasi bitta mashina har xil shaklda chiqazib berishi. $22,000 ga juda zo'r narx. Hozir hamma joyda qaryapmiz, lekin mana shunaniki eng arzon chiqyapti. Hozir biz zo'r joyga keldik. Mana bu qumlarga karton idishlar bo'ladi-yu. Shunaqa uskunalarni sotadigan korxona. Undan tashqari har xil bor ekan. Hatto oyoq kiyimlarni ichiga mana bu qo'yadigan o'shani ham chiqarar ekan. Bitta mashina chiqarsa kerak. Alohida mana narsalar bor. Bular lekin alohida mashina, bitta mashina emas. Qumniki alohida, buniki alohida. Bizga yoqqan narsasi mana bu kofeni yoki choylarni ustiga qiladigan qadog'i. Chunki kamdan kam mashina qiladi bu narsani. Mashina uskunalari polniy sikl olaman desanglar juda qimmat, lekin occupance bor deyapti. Masalan, tuxumnikini so'radik, yopiladigandi. Buni emas, yopiladigan mana bunaqa narsasi. Buni polniy sikli $1 million ga atrofida aylanadi deyapti. Lekin gaplashsa menimcha kichkinaroq uskunalari ham bor, arzonroq topib gaplashib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Do'stlar, hamma biladi, katta narsalarni yoki kichkina narsalarni upakovka qilishga taxtalar ishlatiladi. Hozirgi kunda taxta ishlatish shart emas, chunki ko'rib turibsizlar, mana bu korobkani qaranglar. Qattiqligini. Mana bu rekaga o'xshagani juda qattiq ekan. Bir ursa kallani sindirsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqa nimalari bor ekan. Bular ko'rib turibsizlar, mana taxtani o'rniga karton ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki birinchidan ekologik tomondan toza bo'ladi, ikkinchidan arzon va qulay, yengil. Bundan tashqari mana bunaqa yoymasi bor, o'rash uchun. Mana ko'rib turibsizlar, narsa qo'yiladi, keyin upakovka qilinadi. Nimasi yaxshi? Juda qattiq, kartonga o'xshamaydi. Mana ichkarisini ko'rsanglar, mana bu obrazesda qo'yib qo'ygan. Har xili. Bu yerda mana katta kartonlarini qo'yib qo'ygan, odamlar qarayapti. Biz so'rayapmiz, mashinani sotasizlarmi deb, mashina sotilmas ekan. Bular faqat shunaqa yasab, upakovkaga tayyor qilib chiqazib beradi. Mana bu ko'ryapsizlarmi? Qattiqligini. Tushirib olsang hech narsa qilmaydi. Zo'r ekan, taxtani o'rniga ishlatishga idealni deydi-yu.
narxiga kelsak, narxi endi sizlar qanaqa shaklda yoki nima haqida olishinglarga qarab, shunga qarab o'zgaradi. Hattoki mana ko'ryapsizlar, uychalar yasab qo'ygan. Eng qizig'i mana ko'ryapsizlarmi? O'zlarini stul umuman yo'q, hammasi o'sha kartondan qilingan. Mana bu yerda ham o'zlarini mahsulotidan stollar yasab qo'ygan. Ustiga chiqib sakrasanglar ham bo'ladi, deyapti. Hech narsa qilmaydi, deyapti. Shuning uchun zo'r ekan. Yangi innovatsiya. Do'stlar, boya aytib o'tganimdek, hozir taxtani o'rniga Xitoyda mana bunaqa kartonlar ishlatilyapti, ko'ryapsizlar, qattiqligini. Buni ishlab chiqarish uchun sizlarga mana bunaqa uskuna kerak bo'ladi. Mana hozir ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda har xil shaklda mana bu karton tayyor keladi. Uni keyin mana bu uskunada chiqariladi. Ikkita uskuna turibdi. Bittasi kichkinaroq dumaloq shaklda chiqaradi, bittasi esa mana bu shaklda. Shakli, hajmi farqi yo'q, buni nastroyka qilib chiqarsa bo'ladi. Qanaqa ishlaydi? Oddiy karton qog'ozdan liniyaga qo'yiladi, liniya tortib, issiq urib, tayyor holatiga keladi. Buni olasa katta, kichkina xohlagan shaklda qilib berar ekan. Zo'r uskuna ekan. Hozir hamma Xitoyda taxtani o'rniga mana shunaqa karton podnollarni ishlatishyapti. Ekologik tomondan juda yaxshi va taxtani yemirilib ketadi yoki zirapchalari kirib ketadi. Juda qulay, yangi narsa. Do'stlar, hech o'ylab ko'rgansizlarmi? Korobkalar qanaqa ishlatib chiqariladi? Mana bunaqa oddiy kartondan mana bunday katta bitta mashina bu yerda zagruzka qilinadi. Hozir o'chirishda juda baland edi. Zagruzka qilinadi-da, zagruzka qilingandan keyin sikl boshlanadi ishlashi. Ishlab ketaveradi, u yerda qirqiladi, bukiladi, hajm, shakl beriladi. Mana bu yerda o'zi qanaqa sizlarga hajmi kerak bo'lsa, shu yerda bukiladi korobka. Korobka bukilgandan keyin konveyer orqali chiqib keladi mana bu yerda. Mana bittasi chiqib kelyapti hozir. Hozir chiqarganlar. Va oxirgi tayyor shaklda mana shunaqa chiqib keladi. Boya ko'rsatgan obrazesdan tayyor mana bunaqa korobka chiqib keladi. Keyin buni buklab shakl qilib chiqarsa bo'ladi. Hajmi, shaklini endi kompyuter orqali bersa, chiqarib beraveradi. Korobka ishlab chiqarishni bilmaganlar uchun mana shunaqa bitta apparat kerak. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu endi yangi texnologiya, bunda eskiroqlari ham bor, ular kichkinaroq bo'ladi. Lekin mana bu polniy sikl deyiladi. Zo'r ekan. Boshida arzon emas, qimmat. Hozir kontaktlarini olamiz, bazaga qo'shib qo'yamiz. Sizlar, videomiz nihoyasiga yetyapti. Sizlarga bugungi ko'rgazmani imkon qadar ko'rishga harakat qildik. Ko'rib turibsizlar. Ko'rgazma bugungi juda katta, 6 ta ko'rgazma bitta joyda bo'lyapti. Sizlarga nima qiziqarli bo'lsa, izohlarda qoldiringlar, layklarni ayamanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.